Do'stlar, o'ylayapsizlarmi? 55 ming dollar kami bor. 3 ta xona bo'lib ketyapti. Video o'tkazib turinglar. Assalomu alaykum do'stlar. Maza qilaman desanglar, arzongina budjetni mana shu kirib bilan yashayman desanglar, Qirg'iziston O'sh shahri Davronbek Sadrboyev ko'chasi bo'lyapti, mo ko'chamiz. Gelagarodga chiqib kelayotganda, ya'ni ena bola degan raddomlar bo'lardi. Shu tomondan chiqqanda masjid bor, uni mashinalar burilyapti. Ana, ashirkan eski Ashkabasi ko'chasida endi mahallamiz boshida bayni bor, bilasizlar. Burilib mana. Hech qancha yurmasdan mana shu dom. Mana. Mana 10 qo'lga bunday tushasizlar. Yana 10 qo'ldagi domimiz bo'lyapti. Mana shu yo'limizdan do'stlar to'g'ri tushib ketsanglar, atayni raddom bor. Hamma biladi. Ashiga o'zligi tushib qolasizlar. Sizlarga aytgan domimiz mana, ya'ni u aynagimiz setkali aynay turibdi, mana tom tevasida. Ikki tomonda manzarasi bor. Bu yoqda shaharga pon ko'rinib turadi, nari yoqdan ham masjid tomonimizga ham ko'rinib turadi. Xullas, mashina qo'yadigan stankalarimiz ham yo'q, yetarli ekan. Jim, zo'r, zona o'tdih bu yerlar, bilasizlar do'stlarim. Oldimizda o'zi maktablar bor bu yerlarda. Masjid, bari ham maktab bor, sadiklar bor. So'riklaydi oldimizda mana ko'prikning oldida. Xullas, shaxs ne deysizlarmi, hammangizga yaqin. Va yosh bolalar o'ynaydigan detskiy plastiklarimiz bor. Bismillah do'stlar, ikkinchi qavat lift degan narsa bilan umuman gaplashmaysizlar. 8-kvartiramiz bo'lyapti. Bu kira olishimiz bo'lyapti. Do'stlar, oma tayyor, hech narsa olib kelmaysizlar. Detskiy joylarimiz, ya'ni divanlarimiz, bu yoqda yana boshqa hamma yo'q qolyapti do'stlar. Bu yog'imizda kuxnyamiz, salonlarimiz bor. Uni hozir kirib o'tamiz. Biz birinchi aka bu yoqqa o'tib olasiz. Yiqilib tushmaysiz aka. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Katta, keng konditsionerlar qo'yib qo'yishdi do'stlar. Televizorlar qo'yib qo'ygan, Wi-Fi'lar bor do'stlar. Atapleniya, shunda dahshat hozir ko'rsatib qo'yaman. Bu atapleniya qanaqa deysizlar-ku? Zo'r. Mana bu sondiqlarda olib chiqib ketishar do'stlar. Bularni mana ko'p bom bo'sh qilib qo'yadi mana bu yerda. Kelinglar endi. Mana bu yerda ya'ni bir xonani bo'lib turib, umniy proyekt qilib turib, ikkita xona qilib qo'ygan. Misol uchun, o'sha bir qiz bolalar bo'lsin deylik, aka-ukalar, aka-singillar. Mana bu yerga misol, bolalar yotsa misol deylik. Mana bu yerga qizlarga, mana bu yerga o'zingizga. Mana qali. Agar bola-chaqa oz bo'ladigan bo'lsa do'stlarim, kattalar yotoqxonasi, bola-chaqalar, bu yoqda mehmonxona. Mazza, aka keling mana bunga olib beraylik. Bismillah. Bu yerda ham ataplenamiz bor. Bu bitta xonamiz. Ya'ni bu divanlar sig'ibdi, mana shular hammasi qoladi ekan do'stlarim. Va mana bu yerda garderobimiz bor. Mana перегородка qilib garderob qo'yishgan ekan. Keling. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Mana bular ham qoladi. Bu yerda ham o'zining shkafi bor. Bular ham qoladi va mana sizlarga ataplenaga olib beraylik. Bu sentralniy ataplenamiz uni. Birinchilar kelar ekan. Endi mana bu yerda sanuzulimiz bor, dushovoy, unitaz, hojatxona alohida, kir yuvadigan mashinalar joylari alohida, xullas ariston, issiq suv, sovuq suv bor. Va bu yerimiz esa kuxnyamiz do'stlar, mana. Kuxnyamizda ham hamma yo'q qolyapti edi. Mana bular ham qoladi ekan va suvlarimiz bir qadar ko'rsatib qo'ygan ekan. Chinnuri. Bu yog'i napor, do'stlar. Kuxnyalarimiz yetadi mana. Kendiyamizga mana shu joyda shart, kuxnyani katta bo'lishi shart emas. Pazanda kenyalarimiz uchun xos. Mana shu yerda o'zida libboy ovqat qilib qo'yadi. Hamma sharoit bor. Aka manzarani bitta berib qo'ying. Yevropani bitta berib qo'ying akajon. Mana sizlarga juda ham go'zal manzara. Domlar ko'rinadi bu yog'imizdan do'stlar mana. Puli 55 ming dollar deyildi do'stlarim. Kami bor. Juda ham zudlik bilan do'stlarim. Pishiq tushgan joylar, dokumentlar hamma yo'q zo'r dedi. O'zingizlar kelinglar, bir qator tekshirtirasizlar. Davronbek Sadrboyev ko'chasi. Oldin eski Ashkabasi ko'cha bo'lgan, O'rus Yo'liston bu yoq bu tomonda bo'lyapti. 12-dom, 8-kvartiramiz, 2-qavat bo'lyapti do'stlar. 44 kvadrat bo'lyapti общий. 44 kvadrat. Puli 55 ming dollar kami bor dedik do'stlar. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0554 bilan 01 45 01. Qaytaraman 554 bilan 01 45 01.